Mana o'zimizning hozir 3000 dan sotayotgan polipropilen ipimizni ko'ringlar. Polipropilen 50 gram, 100 gram ham emas, qaranglar. Bu janoblar qanchaga sotyapti? 56 kron. 56 kron degani $2.48 bo'ladi-da. $2 oshar ekan. Yaxshi. Narxlarni aytib bo'lmaydi dahshat darajada. Oyliklar endi baland desanglar, oylik ham baland emas lekin. Juda bo'lsa 1000 olar ekan. 1000 euro olsa 400-500 dan ijaraga to'lasa qolganiga yashash kerak endi. Ko'pchilikning o'zining uyi yo'q. Ijarada yashaydi. O'zbeklar qanaqa baxtli xalq ekan. Hammasini deyarli uyi bor. Deyarli. Davom etamiz sana. Agar masjidda qanaqadir anjomlar sizlarga yoqqan bo'lsa, videoni to'xtatib, rasmga olib tashlab beringlar. Biz o'shani olib kelishni payda bo'linglar. Mana bizda misol uchun mana bunaqa anjom bor. Ancha vaqtdan beri Xitoydan olib kelganmiz. Bu Chexiyada ham bor ekan. Uni narxini ko'ramaymiz. Xolisinglarni qolib beraman. 6 kallasi bo'lsa kerak. 459. Bu degani $20 degan. Bu degani biz ham 250 ming degan. Shuhrat bizdan hech bir kelishtirib bera oldingiz ham, kelishtirsa, azon qilib beringlar. Nima trikotaj bilan ko'rsatadi. Mana mulinalar. Shuhrat, sanda mulina bormi yo'qmi? Do'mbatdagi nodir hollarda bor mulina bo'lishimcha. Sanda yo'q. To'tirib yopishtirib.